Akalar, quyosh yondiryaptimi, juda issiq bo'lyapti. Mashinada 2 barobar issiq bo'ladi. Bunaqada telefon qizib ishlamay qoladi. Buni yechimi Actashda videoda oxirigacha ko'rasizlar. Yangilik kullaylarimiz kelgan, juda ham katta assortimentda sizlarga bittasini ochib, shuni ko'rsataman. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Agar kimga qiziqarli bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Har xillaridan bor, xudo xolasa. Ichidan chiqadigan hamma narsasi bo'ladi. Xo'p, qo'shimcha bu power bankligi eng zo'ridan bu. Zaryadkasiz ham ishlaveradi, o'zini power banki bo'ladi, 2 farali bo'ladi. Muzlatib yuboradi yonidan kerak degan akalarimizga hamma telefonga tushib keta oladi. MagSafe'li, MagSafe'siz ko'ringlar, 2 farali bo'ladi. Buni ham ishlashini bitta ko'rsataman. Xo'p, xohlasangiz power banki bilan xohlasangiz o'zini USB orqali ishlasangiz ham bo'ladi. Type-C'lik. Xo'p, mana akalar ishlayapti. Telefonga shuni olasiz, shuni yopishtirasiz. Mana muzlatib yuboradi. Minusga tushirib beradi, ko'rishinglar mumkin. Agar kimga qiziqarli bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Undan tashqari boshqacha assortimentlari ham bor. Narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus qoldirsangiz narxlarni jo'natamiz. Shoshiladigan joyi.